Mana akalar opalar, yana bitta entrega boytonlar kelibdi, tuz so'rab ketgan. Qaranglar, qayta tuz yeyapti. Qayta tuz yeb yotdi. Tuz berish kerak ularga. Hamma hayvonim tuz so'raydi. Organizm tuz talab qiladi. Shu tuz beryapmiz. Hamma hayvonga tuz kerak. Tuz bo'lmasa bo'lmaydi. Mana shu tuz yeydi emas. Qo'shin palatkam oldiga kelgan. Mana palatkam oldiga xuddi tuz berdigan palatkaga tormashib, unoqli bir tuz to'kdimi? Tuzni jeb oladi hozir. Yana qochib ketadi. Banalarda mana qiladi o'xshaydi. Hozir yenib ketdi. Ana shu yoqdan bu yerga palatkam oldiga tuz berdi, yenib ketdi. Tuz beryapman. İşte shunaqa gaplar. Xoh ot bo'lsin, xoh qo'y bo'lsin, xoh sigir bo'lsin, xoh любой narsa hammasiga tuz, organizm tuz talab qiladi. Shuning uchun tuz berasiz. Hamma tuz yeb turib menga jorban anot deyapti. Shu aytib shunaqa gap. Masalan, bo'rdoq qo'ydaringiz bordir uylaringizda qo'ydaringizga masalan osh tuzdan ozgina beringizlar, semirishini ko'rasizlar. Ip damaydi. Organizmga zo'r foyda qiladi. Mana shunaqa gaplar opalar.